Assalomu alaykum hammaga. To'y sezonlari boshlanyapti. Bugun sizlar bilan Spanli yotoqxona mebellarini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bizga usta akamiz obzorini qilib beradi. Ustaga boshlayverasizmi? Assalomu alaykum hammaga. Bu videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana shu Spanli komplektlarimizni ikkalasini to'liq video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Juda yaxshi. Divanga e'tibor berasizlar. Bosh tomonlari shunaqa yumshoq qilib ishlangan. Ikkita tomonda chiroqlar yonib o'chadi, hozir to'kka ulangan yo'q edi. Ikkita tomonda trimo, tumbichkalari ham bo'ladi. Tumbichkalari. Plus matraslari. Matras qanaqa matras bo'ladi? Matraslar o'rtacha ortoped matras bo'ladi ular. 210 ga 170 razmeri. Agar matras qimmatroqdan desa almashtirib berilaveradi. Ha, u zakaz bo'yicha matras qimmatroqdan qo'yib beraveramiz. Bu razmeri necha joyga tushadi? O'sha bosh tomonimizni o'zi 270 chiqadi. 270. Bu yoq 70 joyga tushaveradi. Bu tomoni 210. 210. Shkaf tanishtirib o'tasang. Bu yoqda shkaf kupeli variantda bo'ladi. Ikkita katta eshigi bo'ladi. Bu tomoni uzun kiyimlarga moslashtirilgan, kelin bolalar uchun. Oynalari ham katta ekan. Bu tomoni kalta kiyim va polkalar. Bu tomon kuyov bolalarga bo'ladi. Polkalarigacha bor. Ular rossiyskiy laminatda ishlangan, 100% laminatda ishlangan bo'ladi. Yo'llari ham, ichlari ham hamma yo'q. Bu tomonda trimomiz. Trimo ham neobычный holatda. 3 tadan tortmalari. Davch mexanizm bo'ladimi, mexanizm? Ha, mexanizmlari ham hammasi davch mexanizm, o'zi tortmalaydigan. Plus stolchalari ham bo'ladi. Bu komplegtimizning narxini 9,5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka mutlaqo bepul uylariga olib borib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Dastavka ustunovkalarigacha. Ha, dastavka ustunovkalarigacha bo'ladi. Faqat uyga borganda, uyga olib kirishib borgani 2 ta odam bo'lsa bo'ldi. O'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Keyingi komplektimizni o'tamiz. Mana bu tomonda ham boshqacharoq qilib ishlangan komplektimiz. Bosh tomonlari ularga ham yumshoq, chiroqlari ham chiroyli chiroqlardan. Barasvetlarga o'xshaydi ekan juda ham. Ha, boshqacha chiroqlardan qo'yganmiz. Bunda ham matraslari komplekt. Keyin divan yo'llariga e'tibor berasizlar. Divan yo'llari ham yumshoq qilib ishlangan. Yosh bolalar kallalarni bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi. Juda yaxshi yumshoq ekan, mana ko'rib turganlaringdek. Ikkita tomonda tumbichkalari ham bo'ladi. Tumbichkalari ham, ichlari ham tiniqqina qilib ishlangan. Bu ham davchik mexanizmlarda bo'ladi. Juda yaxshi. Trimolari ham boshqacha ekan. Ha, trimolari ham mana ikkitadan tepalarida tortmalari bo'ladi. Bu trimosi chiroqlari yonib o'chadi, to'kka ulanmagan edi. Ikkita tomonda shunaqangi katta tortmalari bor. Plus stolchalari ham qo'shib beriladi. Bu krashinni ishmi endi bu? Ha, bular krashinning ish bo'ladi. Tashqi fasadlar krashinning MDFda bo'ladi. Ichlari rossiyskiy laminatda bo'ladi. Juda yaxshi. Endi shkafni tanishtirib o'tasiz. Shkaf 6 eshikli qilib ishlangan. Bu tomoni kalta kiyimlarga, kuyov bolalarga moslashtirilgan. Davchik mexanizmlarda o'rtalari polkali variantda bo'ladi. Chekkada shunaqangi qora oynalar bilan ishlangan tashqi fasadlari, ichlari shunaqangi uzun kiyimlarga moslashtirilgan bo'ladi. Ular tashqi fasadlar krashini MDFda, ichlari rossiyskiy laminatda. Ruchkalari ham temir ruchkalardan qo'yilgan. Oynalari ham juda chiroyli turar ekan. Qoraga kashmir rang. Oynalarni ham o'ziga moslab chiroyli qilib qo'yganmiz. Bu komplektimiz 11 million 200 ming so'm. Polni komplekt 11 million 200, 12 ta viloyatga dastavka bepul. 12 ta viloyatga dastavkalar bepul. Endi buni zakaz berishadigan bo'lsa, necha kunda tayyor bo'ladi? Buni zakaz beradigan bo'lsalaring 10 kun 15 kunda tayyorlab olib borib beramiz. Ha, 10 kun 15 kunda. Zarur bo'ladigan bo'lsa, tayyor turganlari ham bo'ladi. U vaziyatga qarab telefon qilsalaring. Xudo xolasa har xillardan tayyorlar turadi. Ha, telefon qilsalaring to'liq ma'lumot beramiz. Undan tashqari boshqacha fasondagi Spanli komplektlarimiz ham bor. Telefon qilib bemalol aytsalaring, rasmlarni tashlab beramiz Telegramda. Bo'ldi. Bo'lmasa sizga xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Kommentariyaga fikrlarni yozib ketasizlar. Qaysi biri sizlarga yoqdi va bemalol zakaz berishlari mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beraman deyapti. Bizni kuzatib boringlar. Like, podpiska bosish va kommentariyaga izoh yozib ketish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.